Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Marhum komik aktrisa Halima Ibragimovaning o'limiga kim aybdor? Shifokorlarmi, balki Yulduz Usmonovami? Barchasini videoda bilib olishingiz mumkin. Batafsil videoda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin yulduzi, mashhur Piramonda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli xonanda Yulduz Usmonova Halima Ibragimovaning o'limi sabablarini ma'lum qildi. Yulduz Usmonova marhum san'atkor haqida haqiqatni gapirdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'zining Instagramdagi shaxsiy sahifasida jonli efir vaqtida marhum aktrisa Halima Ibragimovaning o'lim sababi haqida gapirdi. Grijasi bor edi, yo grijasini oldirish kerak edi, yoki tana vaznini yengillashtirish kerak edi. Shuning uchun menga ham bildirmay oshqozonini kestirish amaliyotini qildiribdi. Yo'q bo'lib qoldi. Xavotirlanib qo'ng'iroq qildim. Opa, operatsiya qildirgandim. Joyi yiringlab ketibdi dedi. Operatsiya boshqatdan qilinganida teri yetmay qoldi va 20 ga 50 joyi ochiq turgan. O'sha joyi yiringlagan. Umri shu joygacha ekan. Biz shunday bo'lishini bir hafta oldin bilgandik va tayyor bo'lib turgandik. Bugun o'sha joyi tikilishi kerak edi. Kamiga qondagi qand miqdori ham 30 ga ko'tarilib ketibdi. Qon bosimi ham afsuski yuqorilab juda baland bo'lib ketibdi. Halima yoshligidan shafqatsiz olamda voyaga yetgan edi. Ota-onasidan erta yetim qolgan edi. Ta'sirchan, tezda yig'lab yuboradigan qiz edi. Namozga egilib qolgandi. Umra ziyoratlarini oilasi va farzandlari, yaqinlari bilan birga borib tavof aylashni, Ka'baga borib namozlar o'qib, duolar qilishni niyat qilgandi. Birinchi operatsiya qilganida ham bir komaga tushib, qaytib chiqqandi. Afsuski o'shanda ham bir o'limdan qolgan edi. Farzandlari uchun, oilasi, turmush o'rtog'i uchun yana bir bor hayotga qaytgan edi. O'shanda reanimatsiyaga yotgandi. Reanimatsiyada 3 kishi yotdik. O'shanda yotganimda bitta katta odam keldi. U meni olib ketgani keldi deb o'yladim. Ertalab yonimda yotgan ayol vafot etganini eshitdim deb yig'lab aytib bergandi. Xullas, o'limi yaqinligini ko'ngli sezgan. Ayon bo'lgan ekan. Ertadan keyin safarga ketaman. Unga ham umra badal qilaman dedi Yulduz Usmonova. Shuningdek, marhum aktrisa Halima Ibragimova Yulduz Usmonovadan umra safariga olib borishini so'ragandi. Oxirgi paytda 5 vaqt namoz o'qishni boshlaganini ham gapirib o'tdi. Teatrimiz malikasi Halima Ibragimova olamdan o'tdilar. Halima Ibragimova kecha 7 dekabr kuni 45 yoshida olamdan ko'z yumdi. Porloq yulduz bo'lib osmonlaringda charaqlab turaman. Halima Ibragimova so'nggi chiqishlardan birida shunday degan edi. Halima Ibragimova so'nggi videolaridan birida narkozdan keyin gapirishga qiynalayotgani hamda xotirasi pand berayotganini ham aytib o'tgan edi. Ayni damda Halima Ibragimovaning xonadoni oldidagi vaziyat juda kuchli. Komik aktrisa Halima Ibragimova shifoxonada vafot etgan ekan. Mayit hozirgina uyiga olib kelindi. Halima Ibragimova so'nggi manzilga kuzatilmoqda. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov marhum kursdoshi Halimaxon Ibragimovani xotirladi. U haqida iliq so'zlarni aytib, birga o'tgan damlarini yaxshilik bilan yodga oldi. Halima Ibragimovaning eng katta armoni otasidan erta ayrilgani edi. Aktrisa mana shu videoda ham ota-onasi qabri ustida
hayoti haqida mulohaza qilgan ekan. Halima Ibragimovaning vafoti haqida eshitish bilan uning uyiga zudlik bilan kelgan mashhurlardan biri Rayhon bo'ldi. Xonanda Rayhon G'aniyeva Halima Ibragimova bilan uzoq yillardan buyon qalin qadrdon dugona edilar. Aytishlaricha, inson qazoyi qadari yetganini oldindan sezar ekan. Ushbu videoni Halima Ibragimova hayotidan 1,5 oy avval sahifasiga joylagandi. O'lim insondan vaqtini so'rab kelmaydi. Hammamiz bir-birimizga g'animatmiz. Bir kun kelamiz, bir kun ketamiz albatta. Halima Ibragimova ota-onasining yoniga dafn etildi. Ko'nglida zarracha kiri yo'q edi. Yulduz Usmonova singlisi va qadrdoni Halima Ibragimova haqida iliq so'zlarni aytdi. Allohdan, hadisdan gapirsangiz ho'ngrab yig'lab yuborardi. Oxirgi paytlarda namozga egilib, umraga borishni niyat qilgan edi. Yulduz Usmonova Halima Ibragimovaning o'lim sababini ma'lum qildi. Halimaning ichidagi tug'yoni haqiqatsizlikka qarshilik edi. Halima Ibragimova san'atkor hamkasblari xotirasida juda kuchli o'rin qoldirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli teleboshlovchi Lola Zununova Halima Ibragimovaning ortidan yomon gaplarni gapirayotgan insonlarga murojaat qildi. Halima Ibragimovaning Yulduz Usmonovaga so'nggi videosi minnatdorchilik ekanini oshkor bo'ldi. Komik aktrisa Halima Ibragimova bir paytlar xonanda Ozoda Nursaidova bilan yaqin bo'lgan. Munosabatlari birdan sovuqlashining sababini aktrisa quyidagicha izohlaydi. Birga ishlaganmiz. U insonning san'atini hurmat qilaman, ammo birgina gapi ko'nglimga og'ir botgan. Shuni kechira olmayman. To'ydan keyin ancha vaqtgacha homilador bo'la olmaganman. Yashirmayman. Shifokorlar ozmasang farzandli bo'la olmaysan deyishgan. Tinimsiz davolanib yurganim haqida aytgandim. Undan keyin homilador bo'ldim, ammo bu haqida opa-singlimdan boshqa hech kimga aytmadim. Bu irim-sirim emas, shunchaki erta quvonib qo'ymay degandim. 30 yoshga to'lishim munosabati bilan yubiley qildim. Undan keyin qishda farzandli bo'lib, martda beshik to'yi qildik. Tug'ilgan kunida kelasi yil beshik to'yiga kelaylik degandik. 3 oydan keyin bolali bo'ldi deb mikrofonda gapirgani ko'nglimga og'ir botgan. Semiz ayollarda homiladorlik sezilmaydi. Keyin qachon farzandli bo'lishim haqida hammaga aytishga majbur emasman-ku. Shu gapdan keyin aloqalarni yig'ishtirishga qaror qilganman, deydi aktrisa. Ozoda Nursaidovaning singlisi deb bilisharkan. Aktrisani ayni kunlarda Yulduz Usmonova bilan birga ikki xonandaning nizomiga borishda uning ham hissasi bormi? Ancha vaqt o'tib, jiyanimning to'yini qiladigan bo'ldik. Challari marosimiga Yulduz Usmonovani chaqirishni niyat qilgandik. Hamma qatori ma'mur bilan bog'lanib, pulini kelishib to'yga taklif qilganman. Faqat telefonda Shukrullo Isroilov bilan konsertlarga chiqadigan aktrisa ekanligimni aytganman xolos. Eng qizig'i ular meni Ozoda Nursaidovaning singlisi deb bilisharkan. Yulduz opani kutib olishga chiqqanimda muxlisi ekanligimni aytganman. Tanishuvimiz juda oddiy kechgan. Ayrimlar o'ylaganidek ikki xonandaning nizomiga borishda mening hissam yo'q. Men haqiqatdan ham Yulduz Usmonovaning muxlisi bo'lganman. Ozoda Nursaidovaning san'atini ham hurmat qilaman. Shu xolos, deydi aktrisa Halima Ibragimova. Bola asrab olmoqchi bo'lganman. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa qizini asrab olgani haqida ham mishmishlar tarqalgandi. Ikki jajji farzandimni ham o'zim dunyoga keltirganman. Bunga faqat shukrona keltiraman. Ammo haqiqatdan ham qiz farzand asrab olmoqchi bo'lganman. Uzoqroq tanishimiz 5-farzandga homilador bo'lgan. Eri esa qandaydir jinoyat sabab qamalib qolgan. Ayol 5 bola bilan ijara uyda yashardi. Xullas, bu bolani kimgadir berib ishlash kerakligini eshitib qolgan edim.
yordam qilmoqchi bo'lganman. Ayol ham, erkak ham bolani berishga rozi bo'lgan. Bolani uyimga olib kelib, unga alohida xona tayyorlaganman. Enaga yo'nlaganman. Mehrim tushib qolgan. Uni haqiqatdan o'z bolamdek qabul qilganman. Ammo hamma hujjatlar tayyor bo'lganida er-xotin aynib qolishgan. O'ylab qarasam, ularning avvaldan bolani berish niyatlari bo'lmagan. Shunchaki biroz dam olmoqchi bo'lgan, deydi aktrisa. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.